Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan Buxoro amirligining davlat tuzumi va ma'muriy boshqaruvi to'g'risida fikr yuritamiz. Shuni aytishimiz kerakki, Buxoro amirligida mutlaq monarxiya davlati bo'lib, davlatning boshlig'i amir bo'lgan. U mamlakatni o'zining suyangan amaldorlari va qabila boshliqlariga suyanib boshqargan. Mamlakat o'sha paytda 40 ta viloyat va tumanlarga bo'lingan. Har bir viloyatda hokimlar turgan. Mamlakatning hududi 270 ming kvadrat kilometr bo'lib, aholisi 2 million atrofida bo'lgan. Tarkibiy jihatdan o'zbeklar, tojiklar, turkmanlar, qoraqalpoqlar, qozoqlar va boshqa bir qancha mayda millatlardan iborat bo'lgan. Mamlakatda saroyda 30 ga yaqin amaldor xizmat ko'rsatgan. Amal bo'yicha eng katta ikkinchi o'rinda turadigan narsa bu qo'shbegi lavozimi bo'lib, qo'shbegi amirdan keyingi o'rinda turgan. Butun mamlakatda bosh vazir vazifasini bajargan. Viloyat hokimlari, tuman hokimlari va boshqa amaldorlar uning tavsiyasiga binoan amir tomonidan tayinlangan yoki vazifasidan ozod qilingan. Bundan tashqari qo'shbegidan tashqari devonbegi, muftiy, qozi kalon, sadr, mirohir va shu kabi boshqa lavozimlar faoliyat ko'rsatgan va ular hammasi o'z lavozimlarini sidqidildan bajarishga intilgan va qo'shbegiga hisobot berib turgan. Shuning bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.